Adres bozor orqa tarafi. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli Sezar Natejni Podolog YouTube kanali obunachilari, hamma bilan mola gomma bilan deganlarini bizda yana yangi zakaz. Hurmatli obunachilar, bizda birdan yangi chiroyli Natejni Podolog zakazimiz bor. Hozir sizlarni chiroyli bilan tanishtirib o'taman. Aytib o'tishim kerak, 4 kunimiz hozircha tinch, ob-havosi ochiq, yaxshi. Dollar kursi 12398 million bo'lib turibdi. Shiftingiz siz haqingizda nima deydi? Shiftingiz eskirgan bo'lsa, u siz haqingizda yomon taassurot uyg'otishi mumkin. Sezar Natejnoy patolog uyingizga nafislik bag'ishlaydi. Juda tez, juda aniq. Endilikda shiftingiz siz haqingizdan sizning didingiz haqida gapiradi. Endi sizga mehmonlar havas bilan qaraydi. Ha aytgancha 1-martdan 31-martga qadar 50% gacha chegirmali aksiya e'lon qiladi. To'liq ma'lumotlar uchun pastdagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Sezar Natejnoy patolog uyingiz uchun ideal yechim. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Yana Sezar Natejnoy patolog ishchilarga yana murojaat qilgan edik. Vaqtida o'z vaqtida mahsulotni yetirib, yana qistirib berdilar. Xizmatlaridan mamnunmiz. Sizlar ham bemalol taklif qilib, uylaringizda shunday jihozlab, chiroylatib ishlatishlaringizga maslahat beraman. Vallahi rahmat sizlarga katta. Xo'p, va nihoyat ishimizdan bitta hurmatli obunachilar, Sezardagi yozuvlar mavjud. Xona razmerini aytib o'taman. 6x3 xona razmeri, Natejnoy patologimiz umuman gap yo'q. Lyustrachalarni qistirib berganmiz, hurmatli obunachilar. Kashfasi hammasi chotki garantiyalarni ham yozib berganmiz. Uyni egasini o'zi aytganing yoqibdi, hurmatli obunachilar. Hammaga yoqdi, hamma baxtli, hayronman. Chotki chiqqan. Agarda sizlar shunday chiroyli patologga yetmaganini 50% chegirmada kerak bo'ladigan bo'lsa, bizani pastdagi raqamlarimizga murojaat etib, ofisimiz bilan bog'lanib, Natejnoy patologga bemalol zakaz etishlaringiz mumkin, hurmatli obunachilar. Sifatli ham arzon. Videoni shu narsa ko'rganingiz uchun rahmat. Like, podpiska, kommentariya albatta bosib qo'yinglar. Hammaga xayr, omad ishlaringizda.